Assalomu alaykum, hurmatli cheksiz dalavoy shopir akalar. Biz bugun Namanganda garajimizga kelganmiz. Tomonda Iveco 400 mashinamizni olib qolganmiz. Injektorda muammolari bor ekan. Injektorlarni chiqarib, maydalab, yuvib, tozalab, muammolarni bartaraf qilib, tayyor qilib qo'yamiz. Bu tomonda yana bitta Iveco mashinamiz bor. Motor qismida, radiatorda antifrizlar sirkulyatsiya bo'lishi qiyin bo'lyapti. Bu masalani Xudo xolasa bartaraf qilib, yig'ib, yurg'izib tayyor qilib qo'yamiz. Bu tomonda yana bitta Iveco mashinamiz bor, 400 bo'ladi bu ham. Bu Iveco'mizni starterda muammolari bor. Ertalabda ba'zi holatlarda bendeksları aylanib ketayotgan. Xudo xolasa starterlarni chiqarib, ishlarni tez va sifatli yetkazib beramiz. Bizda nima xizmatlarimiz bor? Hadovoy xizmatlarimiz bor, motor xizmatlarimiz bor, elektrik xizmatlarimiz bor, kompyuterning diagnostika xizmatlarimiz bor, termiking xizmatlarimiz bor va barcha turdagi yuk avtomobillari uchun har qanaqa zapchastlarimiz optim narxlarda zapchastlarimiz mavjud. Ushbu xizmatlarimizdan kimda kim qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.